Bakteriya infeksiyasini Helicobacter pylori degan chaqiruvchisi chaqiradi. Bu asosan toza yuvilmagan qo'llardan, oilada bitta idishdan ko'pchilik ishlatilganda va iflos qo'llar, iflos mevalar orqali yuqadi. Buni belgilari: birinchi o'rinda qorinning yuqori qismida, epigastral sohada og'riqlar, qorin dam bo'lishi, ko'ngil aynishi, qayt qilishi va ich qotishlariga, ich o'tishlariga olib keladi. Undan tashqari, besabab ham bu infeksiyani ko'rishimiz mumkin. Tekshirish choralari: umumiy qon tahlili, umumiy axlat tahlili, FGDS ya'ni gastroskopiyalar va maxsus biopsiyalarni olib tekshirish mumkin. Davolash uchun antibiotik terapiya, ya'ni 2 xil antibiotikni 10 kun, 14 kun davomida beriladi va oshqozon kislotasini pasaytiruvchi maxsus preparatlar, vismut preparatlari ham beriladi. Endi qarang, bularni cheklash, achchiq sho'r narsalardan cheklashimiz kerak. Gazli ichimliklar, o'ta shirin narsalardan cheklab, oz-ozdan tez-tez yengil parhez, o'sha qaynatilgan, dimlangan ovqatlarni iste'mol qilish kerak. Mevalarni, kletchatkaga boy bo'lgan meva-sabzavotlarni iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Ko'proq ma'lumot berish uchun, davolanish uchun yoki onlayn konsultatsiya berish uchun kommentariyada oshqozon so'zini qoldirsangiz to'liqroq ma'lumot beraman. Kuzatishda davom eting, obuna bo'lishni unutmang.